Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan Topik.uz saytida shaxsiy kabinet ochishni noldan boshlab o'rganamiz. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosishni unutmang. Shaxsiy kabinet ochishda bizga 3 ta narsa kerak bo'ladi. Birinchisi internetga ulangan kompyuter yoki telefon, ikkinchisi elektron formatdagi uchutor rasmingiz, uchinchisi bo'lsa shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat. Bular ID karta, metrka yoki zakrin pasportlar bo'lishi mumkin. Agar siz 16 yoshdan kichik bo'lsangiz, siz faqatgina metrkaga kabinet ochishingiz mumkin. Agar siz 16 yoshdan katta bo'lsangiz, ID karta yoki zakrin pasportdan foydalana olasiz. Metrka bilan shaxsiy kabinet ochsangiz, sizdan maktabdan mana bunday ma'lumotnoma talab qilinadi. Agar siz ID karta yoki zakrin pasport bilan ochgan bo'lsangiz, hech qanday ortiqcha hujjatlar talab qilinmaydi. Uchutor rasmingiz oq fonda JPEG yoki JPG formatda bo'lishi kerak. Hajmi esa 500 kilobaytdan oshmasligi zarur. Formada rasmga tushsangiz maqsadga muvofiqroq bo'ladi. Ro'molli o'rangan qizlarimiz esa ro'mollarini yechmasdan rasmga tushishlari mumkin. Faqat ro'mollari ham oq rangda bo'lishi kerak. Shaxsni tasdiqlovchi hujjatingiz ham xuddi shunday JPEG yoki JPG formatda bo'lishi, hajmi esa 2 megabaytdan oshmasligi talab etiladi. Ha, aytgancha, shaxsiy kabinet ochish faqatgina Koreya ta'lim markazi tomonidan belgilangan kunlarda ochiladi. Biz bu kunlarni esa Telegram kanalimizda e'lon qilib boramiz. Shularni hammasini tayyor qilib, Googledan Topik.uz saytiga kiramiz. Topik.uz saytiga kirib, tilni o'zimizga moslab shaxsiy kabinet ochishni bosamiz. Shaxsiy kabinet ochganimizdan keyin biz tug'ilgan kun, oy, yilimizni kiritamiz. Kasbimiz o'quvchi, ayol yoki erkakligimizni tasdiqlab, men foydalanish shartlariga rozimanni bosamiz. Keyingisi email pochtamizni kiritamiz. Hop, bu yerda o'zimizga qulay bo'lgan parollarni kirgizamiz, ya'ni esimizda qoladigan parollarni 2 marta kirgizamiz. Va keyingisini bosamiz. Hop, hujjat turi bizda tug'ilganlik haqida guvohnoma, ID karta, pasport bo'lishi mumkin. Hop, keyingisi shaxsni tasdiqlovchi hujjat seriya raqami. Bu yerda pasportimiz yoki ID kartamizning seriya raqamini kirgizamiz. Keyingisi. Hop, ismimiz koreys tilida. Agar biz ismimizni koreys tilida qanday yozilishini bilmasak, ustozimizdan yoki bemalol ChatGPTdan so'rashimiz mumkin bo'ladi. Hop. Endi ismimizni ingliz tilida yozishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni pasportda qanday yozilgan bo'lsa, xuddi shunday yozishimiz kerak bo'ladi. O'lik harflarimizni shunchaki odib yozib ketsak bo'ladi. Hop, fuqarolik O'zbekiston, millat o'zbek. Hop, ishtirok etish maqsadimiz bilim darajasini tekshirish. Imtihon to'g'risida qayerdan eshitdingiz? Ta'lim muassasasidan. Keyingisi. Hop. Mamlakat O'zbekiston. Shahar, siz qaysi shahar yoki viloyatdan ekanligingizni o'shani kirgizamiz. Biz Farg'ona. Farg'ona, ko'cha. Ibrahimov, xonadon, uy. 108. Pochta indeksimizga esa 150 100 Farg'ona shahar uchun. Agar siz buni bilmasangiz, Googledan bemalol topishingiz mumkin. Va shu bilan keyingisini bosamiz. Telefon raqamimizga bo'lsa, o'zimizni har doim ishlab turadigan raqamimizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Keyingisi bo'lsa, uydagilarning nomerini kirsak bo'ladi. Hop, shu bilan keyingisi. Bu yerda bizda rasmimizni yuklash, dokumentlarni yuklash sayti bo'ladi. Hop, biz rasmimizni ushbu shaklda yuklashimiz mumkin. Pasport JPG formatda 1 yoki 2 megabaytda, bu ham xuddi shunday. Ro'yxatdan o'tish. Robot emasman degan narsani belgiladik. Keyingisi
Siz muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tdingiz va shu bilan bizni shaxsiy kabinet ochish o'z nihoyasiga yetdi. Endi esa biz ochilgan kabinetimizni tekshirib olishimiz uchun kabinetga kirib ko'ramiz. Bu yerga ID kartamiz va qo'ygan parolimizni kirgizamiz. Kirish va bizda tayyor. Ushbu tartibda shaxsiy kabinet ochiladi. Bundan keyingi videomizda esa topik imtihoni uchun ro'yxatdan qanday o'tilishini o'rgatamiz. Bizga obuna bo'lishni unutmang.